Bu videoni o'tkazib yubormanglar, juda ham qiziq kontent bo'ladi. Dunyodagi eng katta karyerning samosval 440 tonna yuk oladi. 4000 ga yaqin ot kuchiga ega. Umumiy og'irligi 623 tonna bu texnikani. Shinasining kattaligini qaranglar. Shinasi Michelin brendidan. Ichkarida ko'rdim, audio sistemasi Bose akili. Ostidagi motorni ko'rsataman, hayron qoldiradigan texnika haqiqatda dunyoda rekord qo'ygan. Motorning kattaligini qaranglar. Mana ostidagi tagidan ko'rsatamiz. Bo'tda mana amortizatorlarni kattaligini qaranglar. Mostlari. Bunda ikkita motor ekan. 4000 ta ot kuchiga ega. 4000 ga yaqin deyishdi, endi 3800 qanchadir chiqdi. 4000 ta deb aytishdi. 4000 ta ot kuchiga ega. Karyerning samosval. Bu ko'mir konlarida, katta karyerlarda ishlatiladi. Shinalariga e'tibor berishinglarni so'rab qolardim. Michelin brendidan, razmerini bilmayman, lekin mana yonida kichkinagina bo'lib turibman. Kanalimizga obuna bo'linglar. Agar video qiziq bo'lsa, like bosib, podpiska bosib, texnikaga qiziqadigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. O'zbekistonga ham olib boramiz, xudo xohlasa shu texnikalardan. Hammaligi mana shunaqa texnikalarni olib, arendaga chiqarib olish nasib qilsin akalar.